Tezkor xabar: Andijonda 17 yoshli tungi kapalak ushlandi. Assalomu alaykum azizlar, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahridagi 10-maktab qizlarining tungi klubda ishlayotgani aytilgan xabarlar tarqaldi. Xabarlarga esa bir necha qizlarning fotosuratlari ilova qilingan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Andijon shahri 10-umumiy maktab o'quv qizlarining fotosuratlari ekani aytilgan. Tasvirlardagi qizlardan bir nafari mazkur maktab o'quvchisi 2008-yilda tug'ilgan shaxs ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlar 2024-yilning yoz mavsumiga tegishli bo'lib, maktab tomonidan o'quvchi qiz dars mashg'ulotlari muntazam qatnashmagani sababli 10-sinfda qoldirilgani va joriy o'quv yiliga ham shaxs muntazam dars mashg'ulotlarini qoldirib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xorazm viloyatining Urganch shahridagi tungi klublardan birining rahbari voyaga yetmagan 14 yoshli qizni klubda raqqosalik bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yib kelayotgani aniqlangandi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.